Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Mana ashi sizlarga hozir qora pantera deb aytganimiz 3.30 ga 2.30 razmeri kalyonniy stoli. Buni ham narxini bonus qilib beraman, xudo xolasa. Orqalari o'zini materialda qoplangan. Sidinalari Pampers prujina, 22 plots machalka, 100% sasna yog'och. Stolimiz ash trenddagi kalyonniy, bu ham sargilarni hozir upakovka qilib qo'yganmiz. Buni ko'rgansizlar, oldingi videolarimizda qo'yganmiz. Stolning razmeri 1.75 ga, bu yog'i 85. Ugolok o'yinchab tanlamaydi. Uylar to'rala burchagiga aylanib tushaveradi. 3 ta katta pufigi bor. Xohlasanglar pufi qo'shtiraman desanglar pufi qo'shib bera olamiz. O'zini holatiga, lekin mana shu holati yaxshi. Ikkita bu tarafiga, bitta bu tarafiga qo'yilsa bo'ladi. Bunga odam sig'imi 8 ta 9 ta. 9 taga odam sig'adi bunga, xudo xolasa. 9 ta nozira odam bo'lsa 10 ta ja qiyin, lekin 8 ta 9 ta odam normalniy o'tiradi. Xo'p, ashi qora panteramiz. Mana qora panteramiz. Akvarium qilib ishlangan stollarimiz. Buni narxiga keladigan bo'lsa, mana kim ulgib telefon qilib qoladigan bo'lsa, mana shu komplektimizni o'zi bilasizlar, 6,5 million so'mdan sotganmiz mana shu stoli bilan. 5,5 million so'mga kim ulgisa mana telefon qilsin, dastavka qilib beraman. Andijon ichida dastavkasi tekin, qolgan viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa pulli bo'ladi. Andijon ichida olib borib olib kirib joylab berishadi. Boshqa viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa, Isuzu'dan yo'qsa boshqa bitta mashinadan, yengil mashinadan berishimiz mumkin. Vodiyda bo'ladigan bo'lsa, vodiyda ham o'zimizning shopirlarimiz bor, yetkazib beradi. Xudo xolasa pulini yengilroq qilib, inshaalloh. Ash aytib o'tganimizdek, mayinlar Ponni mana MDF. Mana ular ash gold ishlangan Ponni. Garantiyalari bor. Buni ham ichida mana shuncha tera tog'asanglar bekarga mana shu golok. Stollari bilan komplekt bekarga beradi. Uzoqchaga jo'natganimizda bir ikkitalari aynagingiz ana qo'lyapti, mana qo'lyapti deydi. Mana aynaklarimiz hech qanaqa havo qo'ymagan. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi bu stolni kimlardir, misol, qo'pol harakat qilib, mashinada turgan holatida, o'zi mashinada turgan holatida qatirish kerak buni. Mana shu holatida tagiga kirib turib, samarezlarni, ponni, ugonlarni qo'yib qatirish kerak. Buni teskari qilib bo'lmaydi bu aynak. Chunki bu aynak germetikda yopishgan, teskari qiladigan bo'lsangiz, ayni og'irligini hisobiga kilaydan ko'chirib oladi. Ana shuning uchun mana shu holatida tekis qilib qo'yib olib turib, keyin tagiga kirib turib, tagidan qatirib qo'ysa bo'laveradi. Oson, qiyin joyi yo'q. Noshkalarga keladigan bo'lsak, bir joyda ish jo'natdik, noshka qatirishni bilmabdi-da, noshkasi chiqib ketyapti deydi. Bu chiqib ketmaydi noshkasi. So'ng mana odam o'tiradi, mana oyog'im yerdan uzrib, mana shu yerda o'tiribman. Noshka chiqib ketmaydi bu. Chiqib ketadi, u bu uyda deydi. Noshka hech qachon chiqib ketmaydi. Bu yana ham qo'l qo'yadiganiga ko'pchilik qo'ymaydi. Men ikkitadan qo'yganman mana. Qo'l qo'yadiganiga. Qo'l qo'yadiganiga ko'pchilik qo'ymaydi. Yonida ham dababka bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, shuni kim ulgib telefon qiladigan bo'lsa, 5,5 million so'mga mana mash komplektimizni qilib beraman. 3.30 ga 2.30 mash komplekt kalyonniy stoli bilan. Mana 3 ta tumbasi, 4 ta polishi bor. Xo'p, endi monga keladigan bo'lsak, trenddagi materialimiz 4.30 ga 2.30, 4 ta katta pufigi bor, 6 ta polishi bor. Bu ham o'yinchab bo'lmaydi. Tayyor upakovka qilib qo'yganmiz buni ham. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mash komplekt mana hozir mash turishi, stoli bilan buni ham stoli lekin unaqa kalyonniy emas, buni MDFli stol bilan mash komplektni 5,5 million so'mga buni ham qilib beraman. Buni ham 1 million skidka qilib berdim biz. Mana. Kim kerak bo'ladigan bo'lsa, misol, teray narxida, misol, hech kim teray narxida qilmagan bunaqa 5,5 million so'mga men garantiyalari bilan qilib beraman. Javob beraman, misol, qayerga bo'ladigan bo'lsa, jo'natib bera olaman, xudo xolasa. Andijon ichida dastavkasi tekin 5,5 million so'mga MDFli stol 6 ta oyoqdan iborat. 275 ga eni 90 li stoli bo'ladi. Videoda ko'rgansizlar, uni qo'yganman. Buni ham noshka sash plasmassa. Sidinalari Ponni, Pampers prujina. Hammasiniki. Materialni ko'rishingiz mumkin. Materiali mo'shi material. Artib yuvib ishlataverasizlar. Qanaqa qilib tozalaymiz kirib ketganlarga deb so'raganlarga, kirib ketib qoldi deb so'raganlarga mana shu YouTube kanalimga joylaganman. Qanaqa qilib tozalanishlarini, mana shu YouTube kanalimga videolarga kirsanglar, mana shu ugoloklar kirib ketsa yo dog' bo'lib qolsa, qanaqa qilib tozalashlarini videoda qo'yib o'tib ketganman. Uni ko'rishingiz mumkin, qanaqa qilib tozalashlarini bilib olasizlar.
22 plots machalkaga и pampers prujina bo'lgan. Bu ham 100% sasna, mash komplet stoli bilan 5,5 million so'm. Mana. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa telefon qilsanglar, bugun 21 aprel, bugun mana hafta kuniga dushanba, xudo xolasa, inshaalloh. Buni ham orqalari o'zini materialda qoplangan. Mana ko'rishinglar mumkin. Murojaat qila olasizlar. Nalishnikda bu ham bor. Telefon qilib bormi deganlarga nalishnikda nalishnikda bu ham bor. Mana shu ikkitamiz nalishnikda bor mana. Bitta qora pantera bitta mana bu ko'k siniy. Ko'k siniy ham bu ham rang tanlamaydi, uylarni любой rangga tushaveradi. Maloshniy kombinatsiya bo'lgan bo'lsa, misol tushaveradi unga ham. Bejviy misol aboylar bo'lgan bo'lsa, unga ham tushaveradi. Seri aboy bo'lgan bo'lsa, unga ham tushaveradi. Buni qo'yganmiz, ko'rganmiz, o'zimiz guvoh bo'lganmiz. Rasmlari kerak bo'lsa, Telegramdan tashab beraman. Xolasizlar WhatsAppdan tashab beraman. Murojaat qilsanglar, ismim Nodirbek, telefon nomerlarini qoldiraman. Shu WhatsAppim ham, Telegramim ham ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Uzoq yaqindagi aka, ukalar, opa singillar, Rossiyadan, Koreyadan turib misol murojaat qilishadi. Men asha aytib o'tganimda 100 ming, 200 ming so'm zakolat so'rayman, xolos. Qolganini borgandan keyin uylarga, manzillarga yetib borgandan keyin ko'rib, o'zingizlar qabul qilib, keyin asha yerda shopirdan naqd pul berib yuborsanglar ham bo'laveradi. Xohlasanglar nalishni karta orqali to'lasanglar ham bo'laveradi. Misol, klik orqali to'lov qilsanglar ham bo'laveradi. Aytib o'tganimdek, mana shu komplektimiz mana shu stoli bilan, kalyonning stoli bilan 5,5 million so'm. Bu katta razmerimiz MDFli stoli bilan bu ham 5,5 million so'm. 430 ga 230 5 ta korpusdan iborat. 1 2 3 4 5 ta. Pufigidan tashqari, bolishidan tashqari korpusini o'zi. Nariginisi bo'ladigan bo'lsa, u 4 ta korpusdan iborat. U 1 metr kalta u. U 330 ga 230. Bunisi esa 430 ga 230. Telefon qilsanglar, barcha ma'lumotlarni telefonda ham bera olaman. Bemalol telefon qilib so'rashinglar mumkin. Like, podpiska bosishni unutmanglar. Xudo xolasa sizlar bilan doimiydek Nodirbekman. Mana shu oyda oxiriga doğru telefon qilib ulgib olinglar, bonuslar cheksiz. Xudo xolasa inshaalloh qilib beraman chiroyli qilib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan doimiydek Nodirbekman.